Andijonda piyodalar yo'lagidan o'tayotgan 2 nafar yosh bolani avtomashina urib, uchirib yubordi. Aniqlik kiritilishicha, mazkur avtohalokat joriy yilning 12-oktyabr kuni soat 14:30 da Andijon tumani Qurama mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi A373 xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'lida qayd etilgan. 1969-yilda tug'ilgan haydovchi o'zining Nexus rusumli transport vositasini Bog'shamol Jalaquduq yo'nalishi bo'ylab boshqarib ketayotib, oldinda tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan yo'lning o'ng tarafidan chap tarafiga kesib o'tayotgan voyaga yetmagan piyodalarni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Ushbu yo'l transport hodisasi oqibatida voyaga yetmagan, ya'ni 2014-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan piyoda tan jarohati olib, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markaz Andijon filialiga yotqizilgan. Uning oldidagi yana bir voyaga yetmagan piyoda esa hech qanday tan jarohati olmagan. Mazkur holat yuzasidan hozirda Andijon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda hurmatli haydovchilar, yo'llarda tezlikni me'yordan oshirmang. Piyodalar o'tish yo'lagidan harakatlanayotgan piyodalarga muntazam ravishda yo'l berishingizni iltimos qilib qolamiz.